Yuqoridagi videolarda ta'kidlaganimizdek, akademik hayotdan tashqari san'at va sportning yoshlar hayotida o'rni juda ham muhimdir. Shuningdek, sizning yosh farzandingizda ham. Akademik hayotni nazorat qilishdan tashqari, farzandingizni san'at yoki sportga qiziqtiring. Qanaqadir to'garaklarga bering. Chunki bu holat farzandingizda qo'shimcha qobiliyatlarni ochilishiga sababchi bo'ladi. Nafaqat bu olimpiada yoki tadbirlarda qo'lga kiritgan natijalari xalqaro universitetlarda yoki tadbirlarda foyda keltirishdan tashqari, insoniylik holatida ham farzandingizga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Chidamlilik, yaratuvchanlik qobiliyatlarini oshiradi. Bu esa nafaqat yaxshi talaba, yaxshi o'qituvchi yoki yaxshi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar, sizning farzandingizni komil inson bo'lib tarbiyalanishda juda ham muhimdir. Agar siz yosh farzandingizni qanaqa yo'nalishda nazorat qilish yoki qanaqa yo'nalishga yo'naltirish kabi savollar bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, bu borada ham bizga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki biz ham sizning farzandingizning kelajagiga bee'tibor emasmiz.